bolam birpas chalib tursin deb telefon berib qo'ymaydi. Men o'zi bolalar shifokor emasman, lekin shu bergan savolingizga javob berib o'tmoqchiman. Ya'ni bolalar o'rtasida nevroz ko'paygan, bolalar nimaga injiq bo'lib qolgan? Nimaga bolalarimiz oldingidek o'yin qaroq, ko'chalarga chiqib bir bolaga o'xshab harakat qilmayapti? Asosiy sababi nima deb bilasizmi? Asosiy sababi mana bu narsada. Telefonda. Hozir eng katta bolalarning o'rtasida muammoga sabab bo'layotgan eng katta faktorlardan bittasi bu telefonlar. Kimni xonadonida bolasi, nevarasi tinimsiz telefon o'ynar ekan, bilib oling. Eshiting shuni siz. Ya'ni kimni xonadonida bolasi tinmasdan telefon o'ynar ekan, tinmasdan ertalabdan kechgacha kompyuter ustida yoki bo'lmasa qo'lida telefon bilan qanaqadir o'yin, balobatlarni ko'rar ekan, bu bolada kelajakda juda ko'p muammolar bo'ladi. Ruhiy jihatdan, jismoniy jihatdan, aqliy jihatdan muammolar ko'payadi. Tushunyapsizmi? Telefon bu alohida real hayotning ichidagi kichkina mini dunyo. Bola shu dunyoga kirib qoladi va dunyoni atrofidagi narsalar shu bilan bog'laveradi. Harakat qilinglar, ota-onalarga iltimos, doda buvilarga iltimos, bolam birpas chalib tursin deb telefon berib qo'ymanglar. Undan ko'ra yig'lasin. Yig'lasin, zeriksin, nimadirlar harakat qilsin, o'ynashga harakat qilsin, o'zini chalishga harakat qilsin, lekin telefon bilan chalg'itib, uni shu telefonning ichiga kirgizib yuborish bu eng katta sizlarning hayotinglardagi xato bo'ladi, chunki ertaga buni o'zi natijasini berish boshlaydi va hozir уже bor natijasi. Chunki mana telefon taxminan 15-20 yil, 15 yil bo'ldi deylik, hayotimizga tubdan kirib kelganiga, bolalarimiz 10 yilda o'ynayotgan bo'lsa, bolalar o'ynayotgan bo'lsa, mana shu 10 yoshga, 15, 12, 13 yoshga kirgan bolalarda hozir tarbiyasida shunaqangi muammolar bor, ota-onalar yig'lab keladi. Aytadiki, bolalarimni boshqara olmayapman. Farzandimni men boshqaraman, eshitmayapti u, boshqa dunyo bo'lib qolgan. U juda asabiy, kerak bo'lsa menga qo'l ko'taradigan darajada o'zgarib ketdi deydi. Ko'rdingizmi? Bor shunaqa muammo. Shuni asosiy sabablardan bittasi bu telefon. Bolalarning ichida nevrozni ko'payayotganining asosiy sabablaridan bittasi telefon.